Yoz fasli hamma dam olishga chetga chiqqisi keladi. Yaqinda bitta shunday murojaat bo'ldi. Chetga chiqmoqchiman dam olishga, lekin kreditim bor. Ertaga biletni olsam kuyib qolmaymanmi degan savol. Xo'sh, bunday holatda nima qilish kerak? Krediti borlar chetga chiqa olmaydimi? Diqqat bilan eshiting. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu savolga javob topasiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 32-moddasiga asosan O'zbekiston fuqarolarining barchasi chetga erkin chiqish huquqiga ega. Demak, siz bemalol chetga chiqishingiz mumkin. Qaysi holatda chiqa olmaysiz? Sizni kredit bo'yicha qarzdorligingiz bor, faqat kreditni emas, umuman qarzdorligingiz bor va bu qarzdorlik undiruv bo'yicha Majburiy ijro byurosiga o'tgan va sizga Majburiy ijro byurosi tomonidan chetga chiqishga taqiq qo'yilgan. Mana shu holatdagina siz chiqa olmasligingiz mumkin. Lekin bunda ham agar sizning sog'lig'ingiz holati bilan bog'liq bo'lsa yoki siz xalqaro delegatsiyalar tarkibida qayergadir xizmat safari bilan uchadigan bo'lsangiz, demak sizga vaqtinchalik taqiqingiz olib qo'yiladi. Boshqa barcha holatlarda kreditingiz bormi, yo'qmi, chetga chiqishga sizga nisbatan taqiq qo'yilmaydi. Endi bu videoni chetga chiqmoqchi bo'lib, krediti borligidan xavotirda o'tirgan tanishingizga jo'natib qo'ying.